Ctrl-G. Assalomu alaykum. What's up guys? Tak, bu yoqqa o'tamiz. Birinchi CSS yaratamiz. Bugungi darsimizda nima qilamiz? Responsive CSS ni ko'rib chiqishimiz kerak. Nima degani bu? Saytlarni telefonga qanday moslanadi? Birinchi o'rinda qaranglar. Mana bu bilan tanishib chiqamiz. Meta tagimiz turibdi mana bu yerda. Mana bu meta tagimiz bo'lishga majbur. Olib tashamanglar hech qachon bu narsani. Agar shuni olib tashlaydigan bo'lsangiz, qayna. Tak. Agar bu siz veb-sayt joylaydigan bo'lsangiz, veb-saytingiz uzoqdan ko'rinadigan bo'lib qoladi. Kommentariya olamiz. Bu yoqqa aytamizki, bitta h1 hello world hello world. Tamam. Bitga pastga tushiramiz. Lorem 123 open with live server. Ochilsin. Ctrl Shift I ni bosamiz va responsive o'tkazaman. Mana. Tak. Qayerda 320 ga o'tkazyapman. Da. Bu yoqqa o'tkazamiz, bu yoqqa bitta bosadigan bo'lsak. Mana hozir shunaqa holatda turibdi. Agar siz buni yoqadigan bo'lsangiz, tak. Tak nima qilardik? Xo'sh. Nima deysiz? Biz his qilmay qoldikmi? Da. Qarang, mana holat turgan bo'lsa, o'chik holatda. Tak, mana. Tak, agar buni yoqadigan bo'lsangiz, bu kattalashyapti sal. Ya'ni bu nima qilyapti? O'sha ekranga nisbatan qisilib ketgani yo'q bu narsangiz. Xo'p, nimadir hozir rasm qo'yadigan bo'lsak yoki tak, shu rasmni tashlasak va shu rasmni qo'ysak, bu yoqqa image deyman, nuqta slash image tushsin. Tak. Width 300 deymiz. Responsive o'tkazadigan bo'lsak va bu yoqqa o'tkazsak. Xo'p, agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak biz ko'rasizlarmi? Kichikilashib ketdi. Bu qisib olib ketadi o'sha jarayonga nisbatan. Yoki mana bu narsa bor. Buni yoqqanimizdan keyin hozir ko'rinyapti. Agar mana uni 1 da 2 qilib qo'yadigan bo'lsak agar da 2x ga yaqinlashish kerak. Ko'rasizlarmi? 2 barobar yaqinlashib ketdi. 1 degani 1 ga 1 versiya degani, 2 degani 2 barobar katta holati degani. Okay? Da. Shuning uchun men aytganman, agar buni olib tashlaydigan bo'lsang, responsivda muammolar paydo bo'ladi deganman. Okay? Ana endi bu yoqqa boshlasak bo'ladi. Hop, 1 ga 1 holatimiz bo'lsa, bu yog'imiz ishlayapti, hammasi joyida, bizda hayotga nisbatan muhabbatimiz bor. Ketdik. Hop, responsive o'taman va aytamanki bu yoqqa mana tursin hozir shu holatda. Bunday yaqinlashtirgan paytimda tepa nima o'zgaryapti? Sonlar o'zgaryapti mana. Qarang, qisqartiraman. Kamayib ketyapti. 1275. Nimasi bor ekan demak ekranda? O'lchami bor ekan, qanchadir uzunlikdagi o'lcham bor. O'sha o'lchamdan qaysidir qismidan pastiga boshqa bir jarayon ishlasin deyishimiz mumkin biz. Qanday deymiz? Misol uchun men aytamanki, kuchukcha media degan narsa yordam beradi bizga. Media max width deyman. Width. Hop, misol uchun necha bo'lgan? 1200 dan pastiga body'imiz nima bo'lib qolsin? Background color green bo'lib qolsin deyman. Qaynaman. Ko'rsan? 1200 pastiga nima qilyapti? Orqa foni yashil bo'lyapti hozir. Yoki birorta element shunchaki yo'qib ketsin demoqchiman. Elementni yo'qotib yuborish nima edi Akbarshoh? Displaydan. Yo'qolib ketyapti, okay? Katta ekranda bormi? Da, bor. Kichik ekranda yo'q.
1200 dan pastiga deyapmiz, ya'ni maksimum 1200 gacha bo'lgan muhit uchun ishlasin deyapmiz. Va aytyapmizki, o'sha muhitning ichida imageimiz display none bo'lib ketsin deyapmiz. Display none nima edi? O'chirish. O'chirib yuborish. Ekrandan yoqish. Da, shunaqa. Yoki birorta bir elementimizni, misol uchun h1 ni text align center bo'lsin deb qo'ymoqchimiz. O'rtaga kelyapti. Men pastga endi yanada kichikroq holat uchun yozmoqchiman. Misol uchun bizda planshet variant hisoblanadi. 768 piksel. Width maksimum width'i 768 piksel bo'lgan paytda nima paydo bo'lsin? Body'imizni orqa foni background color orange bo'lsin. Qancha pastga tushiramiz? 768 pastga o'zgaryapti. Endi shuni pastda nima bo'lib qolsin? Rasm joyiga qaytsin. Displeyi nima bo'lib qoladi? Blok bo'lib qolsin. Qaytdi bizda rasm. Va yana nima yo'qolib qolsin? P'imiz displeyi none bo'lib ketsin. Yo'qolib ketdi. Okay? Savollar bormi? Xuddi shunaqa holatda ishlab ketamiz. Faqatgina nima bo'ladi endi bizda? Qaysidir piksellarimiz kichik bo'lib ketadi. Misol uchun sizning katta ekraningizda bitta H1ingiz 50 piksel bo'lsa, telefonga o'tgandan keyin 50 pikselli tekst bilasizmi, div qomat turadi. Uni nima qilish kerak? Qisqartirish kerak. Nima qilamiz font size-ni? 30 yoki 20 ga tushirib qo'yishingiz mumkin. P'laringiz oldin 25 piksel bo'lgan bo'lsa, endi nima qiladi? 16 piksel bo'lib turadi. Paddinglaringiz 40 bo'lgan bo'lsa, endi 20 ga tushirasiz telefonga o'tganda. Aha, hozir. Endi qarang, chetda yana bitta narsa bor. Agar sizda nechigacha yozaman degan savol bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri sizda bo'lmadi, lekin menda bor. Bizda eng kichkinasi 280. 280 dan pastgacha yozilmaydi. Bu kamdan kam holatlarda talab qilishadi, lekin talab qilinadigan holat 320. 320 gacha telefoningiz perfect holatda, telefonda perfect holatda ishlab berish kerak. Da, 320 gacha qisqartirib olib kelgan paytingizda muammo chiqmasligi kerak. Muammo chiqqanini qayerdan bilaman deydigan bo'lsangiz, muammo chiqqanini scroll chiqqanidan bilasiz. Misol uchun men rasmga aytsamki, sening uzunliging bu yerda 500 piksel bo'lsin deb qo'ysam. Nima chiqdi pastda? Scroll chiqdi. Scroll chiqdimi, demak sizda muammo bor. Siz maksimum harakat qilishingiz kerak, rasmlarda hamma elementlarni avtomatik kichikayib ketadigan qilishga. Misol uchun shu rasmni hozir avtomatik kichikroq bo'lib ketishi uchun nima qilishimiz kerak? Da, bu ichida agar hozir 100% qo'yadigan bo'lsak, mana to'lib turadi. Mana ekranga nisbatan nima qilyapti? Katta kichik bo'lyapti narsamiz. Nima uchun? Chunki uzunligi 100% berib qo'ydik. Tushunyapti? Har bir rasmga 100% berib qo'yishim. Vaziyatga qarab. Har bormiz hozir. Shunaqa. Kimda qanaqa savol bor? Savollar 1, savollar 2, savollar 3. Tamam. Okay. Hali yakani qilib bering, men deyman. Men aslida meni bir marta